Qashqadaryodagi Imzo kompaniyasining dilleri Adham aka bilan birgalikda hozir bitta xonadonga kelganmiz. Imzo romlarini o'rnatishga. Jarayonlarni ko'rib boramiz. Kuzatib turinglar. Adham aka hozir ko'rdik. Imzo kompaniyasidan nimalar qilib berdi bu xonadonga? Xonadonga nasib bo'lsa, Imzo kompaniyasidan termo 50 eshiklarimiz bor, 6000 trio derazalarimizni qo'yib bermoqdamiz. Sizlar bilan birgalikda qurilish jarayonlarini hammasini baqircha ko'rib boramiz. Ko'rib turganlaringizda mana turganlar ish romlari. To'g'anochi oilasi to'g'rimi? Ha, bu o'rnatishga tayyor holatga keltirildi hozir. Adham aka keyin ko'plar savol berishadi. Imzo kompaniyasida eshik romlarni o'zlari usturovka qilib o'zlari o'rnatib berishadimi yoki joyda mana eski romlari bo'ladi, to'g'rimi? O'sha romlarni olib tashlab o'rnatib berishadimi yoki o'zlari olib qo'yishadimi? Bizda xizmat turi yetkazib berish, o'rnatish, servisini ko'rsatish hammasi ishga kirib ketadi. Ayrimda bilasiz, ko'p mijozlarimiz o'zlari Rossiyada bo'ladi. Ular yana kimnidir ustidan topib, ustidan olib kelib, buzdirib, yana qo'yishga ancha vaqt ketadi. Ko'plar borsam qilaman deb qo'yishadi. Lekin o'shalar oson bo'lishi uchun biz eski romlarni olib tashlab, o'zimiz qo'yib berish imkoniyatimiz ham bormi yo'q? Bor, unaqa imkoniyatlarimiz bor. Shu faqat bizga bitta qo'ng'iroq qilishsa, bo'ldi. Qolgan hamma narsani o'zimiz Portugallarda sizlarga juda foydali maslahat, chunki hamma musofirda, hozir bilasizlar, ko'p kishi musofirda ishlashadi. Telefon qilib, borgandan keyin zakaz qilaman, o'zim bo'lgan vaqtda qo'ydiraman, uni buzdirish kerak, kim buzadi, ustoz topaman deb o'ylab turasizlar. Sizlar bemalol Imzo kompaniyasiga telefon qilib, zakaz qilsanglar, o'zlaringiz o'ylaringizga kelib, hamma narsani o'lchab ketib, o'zlar siz xohlaganday qilib sizga Telegram orqali talab turishadi. Eski ish romlarni olib tashlab, yangisini qo'yib ketishadi. Do'stlar, yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana mana shu xonadonga biz 30-35 kun deb so'rab olganmiz, lekin 15 kunga ketib o'rnatdik. Bunday holatlar ham bizda bo'ladi. Значит, zakazni 30 kun deb olasiz, o'zingizga, lekin 15 kunda olib kelish kerak. Klientlar xursand qilar ekansiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ko'rib turganlaringizda zakasni vaqtini aniq olishadi, keyin ertadan keyingi oy deyishmaydi. Aniq vaqt aytishadi, lekin aniq vaqtdan ham oldinroq olib kelish ekan. Sizlarni xursand qilish uchun. Imzo kompaniyasi eng ishonchli kompaniyalardan. Telegram, Instagram kanallariga obuna bo'lib qo'yasizlar. Pastda nomerlarni qoldiraman. Adham aka bemalol murojaat qilaversanglar bo'ladi.